Assalomu alaykum. Boston 95 kanalımızın abunachilari, sizlar bilan men Baltayev Dastamek va aziz yurtdoshlar. Musofir yurtda yurgan og'amizning nomidan oilasini va turmush o'rtog'ini tabriklash uchun yetib keldik. Hammangizga yaxshi gaplar tilayman. Qani aziz yurtdoshlar, ko'ramiz. Tabrik loyihamizda ishtirok qilishingiz uchun, mana shunaqa tortlar bilan olib kelishingiz uchun biz guvoh bo'lishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, shu Indira opamizni 39 yoshga kirish munosabati bilan turmush o'rtoqlari musofir yurtda yurib, shunaqa ajoyib shirin tortlar va ajoyib namoz joylari bilan jo'natdi. Assalomu alaykum Indira opa. Ya chiqib ketasizmi? Chiqasizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Indira opa, uzoq bo'lsin musofir yurtda yurgan shu turmush o'rtog'ingiz nomidan shu ajoyib shirin tortlar bilan jo'natib yubordi. Ondan tashqari bir ajoyib shunday namoz joylari bilan yubordi. Shu xajaranamiz bo'lib o'tirish nasib etsin. Hamisha shu nimaga orzu-umidlaringiz bo'lsa, o'zingiz uzoq bo'lib, shu og'amiz bilan qo'shaqlardan shu musofir yurtda 3200 kilometr yerda tursa, shu baribir sizni eslatdi, ko'ngil yaqinlarni o'zingiz uzoq bo'lsa, mana shunaqa ajoyib bir Qur'on kitob va namoz joylari bilan tabrikladi. Va undan ham tashqari bizlarni shu ajoyib gulum degan ajoyib bir kitob yubordi. Nolaga yozdiring desam, gulum deb yozdirib yuboring dedi. O'zingiz uzoq bo'lsa, yana bu marotaba tabriklaymiz. O'zingiz guvoh bo'lib turasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Tabriklaymiz. Xudo xolasa kiramiz. Kiravering to'rt jarayonlarni ko'rsangiz, kiravering bemalol. Kiravering. Mana aziz yurtdoshlar, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Siz ham tabrik loyihasida ishtirok qilmoqchi bo'lsangiz, siz ham shunaqa qilib uyingizdagilarni tabriklash niyatingiz bor bo'lsa, bemalol shu opisiyalarda ko'rinib turgan yoki bo'lmasa ekranlarimizda ko'rinib turgan telefon nomerlarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Siz ham onangizni yoki turmush o'rtoqlaringizni yoki bolalaringizni tabriklash niyatingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Boston 95 da qarang, shu onamiz 39 yoshga kirishi munosabati bilan 100 yoshga kirsin degan lafzni like boshlaymiz. Mana o'zingiz guvoh bo'lasiz. Qani ketdik tortlar jarayonidan, kesish jarayonidan ko'rib ko'rsam. Sen kuvanıp gülüp yürsen canım, etrafında dostlarım, dostu yarlarım, mudam ton çıraya, okşab yürgün aya, seninle baktı bolganım, yadımdan çıkmaydı yetmeydi, en bahtlı gün bugün bugün seni kutlu günün, ben sana baktılarman uzak ömür körgün, yanımda bolsun de açay köngül sırım sen gerekim. Assalomu alaykum Boston 95 kanalımızın abunachilari, sizlar bilan men Baltayev Dastamek. Mana aziz yurtdoshlar, o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, 13-turimizda ham ajoyib bomba yutuqlar qo'yildi. O'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, qisqacha ma'lumot berib o'taman. 1750 ta bilet soni, 160 ta yutuq soni. Global prizlarimiz yana o'sha paket damazimiz yoki 78 million so'm pul yutug'ini olishingiz mumkin. Ikkinchi esa Cobalt avtomobili. Cobalt avtomobilimiz 2014-yil eksport variant va ikkinchi pozitsiya. O'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Qani
13-turda, 12-turda o'z omadlarini sinaganlar bo'lsa, 13-turda ham sinash imkoniyati juda ham katta. Biletlar narxi 1000 rubldan, O'zbekistondagilar uchun 150 ming so'm, Qozog'istondagilar uchun 6200 tanga. Ekranlarimizda ko'rinib turgan karta nomerlarimizga bemalol 1000 rubl yoki 6200 tanga yoki 150 ming so'm pul mablag'ini tashlab Telegram, WhatsApp orqali chekini jo'nating va sizga 2 soatning ichida biletingiz o'z qo'lingizda bo'ladi. Qani shoshilamiz, biletlar soni juda ham kam qoldi. O'z omadimizni sinayman deganlar 160 ta yutuq soni, 1750 ta bilet soni. Qisqacha ma'lumot berib o'taman qolgan yutuqlar haqida. Aziz yurtdoshlar, ikkita velosiped, 18 yoshli katta sportivniy velosipedlar qo'yilgan, 5 ta 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan velosipedlar qo'yilgan. 2 ta pol avtomat kir mashinalari, 5 ta sokovijmalka, 4 ta misrovka, 5 ta blender, 5 ta 32 lik televizor, 5 ta kuxonniy nabor va 10 ta ventilyator va bitta samovar, 5 ta utuklar qo'yilgan. Qolganlari esa 30 ta konvert, 2000 rubldan, 30 ta konvert 1500 rubldan, 30 ta konvert 1000 rubldan aziz yurtdoshlar. O'z omadimizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekranlarimizda ko'rinib turgan karta nomerimizga bemalol 1000 rubldan hozirdan start berildi aziz yurtdoshlar. 1200 ta biletimiz qoldi. Shoshilamiz. Glavniy prizlarimiz Damas va Cobalt avtomobili. Damasni olishingiz mumkin yoki bo'lmasa 78 million so'm pul yutug'ini aziz yurtdoshlar. O'z omadimni sinayman deganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Boston 95 da qoling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Qani ketdik aziz yurtdoshlar. 13-turda balkim sizning uyingizga mana shu ikkita toychoq sizning uyingizda bo'lishi mumkin. Shoshilamiz.